ilgari bizani buvilarimiz shunaqa chiroyli tarbiya berganki bizaga, masalan, shaxsan meni buvim mana shu ko'chadan birga ketayotganda aytardilar, mana erkak kishi kelyaptimi, yoshi kattaroq, qarama-qarshi. Chetga o'tganda yuzingdan yerga qaratib, ko'zingni ham yerdan olmagin, tosh erkak kishi o'tib ketguncha derdilar. Yoshi kattaroq ayol kelyaptimi, chetga o'tib salomingni berganda sekin ketavergin derdilar. Demoqchiman, mana salkam 60 ga chiqyapman, men haligacha buvimni mana shunaqa bergan mana anaqa nasihatlari haligacha mana qulog'imda jaranglaydi. Men bolalarimga ham shuni gapirganman, o'rgatganman. Mana hozir nevaralarimga kelsa, nevaralarimga o'rgatyapman-da, bir-ikki marta nevaralar savol berishdi. Nimaga unaqa qilishimiz kerak? Men shu narsani chiroyli qilib tushuntirganman. Shu bugun mana qiz nevaralar bilan ketyaptim, ikkita yigit, ikkita qiz kelishyapti, qarama-qarshi menga deb. Shunaqa xaxolab kulyapti, hali qizlar suliga ham otilib ketyapti-da. Shundoq nevaralarga ko'rsatdim. Ko'rdingmi, chiroylimi shu narsa bo'layotgansa, bundoq qaydi, voy bu haqiqatan to'g'ri gapirdingiz, shunaqa xunuk ekan deb, mana bu misol bo'ldi nevaralarga deb. Sizlar ham mana qizi bor onalar, qizingizga chiroyli tarbiya bering, ko'chada ketayotganda katta odamni ko'rdimi, saqal chetga o'tib, hurmat qilib, bu o'zligiga foyda. Sizlarga ham foyda, shunaqa qizingizga tarbiya bersanglar. Mana maslahatim mana sizlarga.